Mimoza xonim o'z ishini qo'llatyapti. Hamma yaradorlarni davolash bilan ovora. Harmon degan bola esa sal qo'lsa zombilarga yem bo'lardi. Xayriyatki Klaus va Shizen vaqtida yetib keldi. Harmon esa endi xursandligidan ularga muzqaymoq olib bermoqchi. Qaranga jang o'rtasida muzqaymoq emish. Shu payt Sol o'zining bahaybat golemi bilan zombilarni shunchaki paq-paq qilib yer bilan bitta qilyapti. Dahshat. Kapitan Charlotte ham qarab turgani yo'q. Gullari bilan dushmanlarni bog'lab tashladi. Kumush burgutlar ham markazni tozalayapti. Lekin anavi ko'zi bog'langan yaramas Raidis qo'g'irchog'i Jimmini Astaga qarata tashladi. Asta ham jim turmaydi. Bu xunuk maxluqlarni qayerdan topding? Didingga qo'yle deb ustidan kulyapti. Ammo hazil o'z yo'liga. Astaning yuzidagi jarohat jiddiy, qon to'xtamayapti. Raidisning aytishicha bu oddiy o'q emas, maxsus la'natlangan o'q ekan. Bu la'nat shunaqa yomon narsaki, salgina tirnalgan joy ham shirillab qonayveradi. Asta tushundiki, katta qilich bilan harakat qilish qiyin. Shuning uchun darrov kichkina qilichini chiqarib, o'qlarni qaytarishga tushdi. Raidisning ensasi qotdi. Jonga tegding-ku deb o'ylayapti. Lekin o'ziga ishonchi baland, chunki Jimmy'ning o'qlari tugamaydi. Asta bilan tugatishdan oldin u orqadagi qizchaga nigohini qaratdi. Asta haqiqiy mard yigitda. O'zini qizchaning oldiga tashlab qalqon bo'ldi. Raidis unga "Tentakmisan? O'zingni qutqar, qoch" deb maslahat beryapti. O'qlar Astaga tegib jonni og'ritdi, lekin u baribir taslim bo'lmaydi deb oxirgacha turib berdi. Qoyil. Astaning bu qaysarligi Raidisni battar g'azablantirdi va u qo'g'irchog'iga yana hujum qilishni buyurdi. Noelli buni ko'rib, Astaga yordamga shoshildi. Lekin birdaniga miyasida akasi va opasining "Sen hech kimsan" degan gaplari jaranglab ketdi. Bechora qiz o'ziga ishonmay qoldi. Kimdir yordam bersin deb dovdirab qoldi. Shu payt 3 ta zombi unga tashlanib qoldi. Tamom bo'ldi deganimizda, kapitan Fuegolion xuddi super qahramonlardek paydo bo'lib, hammasini yo'q qildi. U Noellining boshiga sekingina urib, "O'zingni qo'lga ol" dedi. Fuegolion uning qo'rqayotganini bildi, lekin hozir yig'laydigan vaqt emas. "Sen sehrli ritsarsan, kuchli bo'lishing shart, jang qil" deb unga motivatsiya berib yubordi. Kuchsizlik bu uyat emas, lekin kuchsiz bo'lib qolaverish mana shu haqiqiy uyat. Kapitan Fuegolion Noellining miyasini perezagruzka qilib yuborgandan keyin qiz darrov Astani esladi. Axir Asta bu gapning tirik isboti-ku. Agar sehrsiz bola eplayotgan bo'lsa, Noelli ham eplaydi. Bu paytda Asta holdan toygan, yaralari og'riyapti. Jimmy'ning o'qlari yomg'irdek yog'ilyapti. Qizchaga atalgan ikkita o'qni qaytarishga ulgura olmadi. Lekin Noelli o'z vaqtida suvdan devor qurib, ularni qutqarib qoldi. Qizimiz darrov "Menga rahmat ayt, endi qarzdorsan" deb o'zining krutoyligini ko'rsatib qo'ydi. Endi Asta bemalol jang qilishi mumkin. Raidis esa tutab ketib zombilarni tashladi. Lekin Leo paydo bo'lib, ularni bir zumda kulini ko'kka sovurdi. Leo Astaga qarab, "Dushmanlarning ta'zirini ber, orqangda o'zim turibman" deb dalda berdi. Asta "Rahmat og'ayni" dedi-yu, o'zining quyunli hujumini ishga soldi. Qilichini vertolyotga aylantirib, Jimmy'ning la'natlangan o'qlarini yo'q qildi va nihoyat o'sha qo'g'irchoqni nokaut qildi. Leo Astaning jang qilishini ko'rib, "Voy, bu bola anoyi emas-ku, qiziq bo'ldi-da" deb o'ylab qoldi. Raidis Jimmy'ni chaqiryapti, lekin Jimmy tamom, u endi turmaydi. Asta "Erkak bo'lib o'zing tushmaysanmi" deb baqirdi. Raidis esa ikkinchi o'yinchog'i Alfredni maydonga chaqirdi. Bu maxluq chaqmoq bilan uradi. Uning kuchi shunchalik dahshatli ediki, chaqmoqning yorug'ligi uzoqdagi Yuno turgan joydan ham ko'rinib ketdi. Voydod. Markaziy tumanda esa Nozel biroz shubhalanib qoldi. Zombilar juda ko'p, lekin g'alati darajada kuchsiz. Dushman nimani rejalashtirayotgan ekan o'zi deb boshi qotdi. Nozel tushundiki, bular shunchaki chalg'itish uchun. Asl nishon qirollik saroyi. Saroyda esa bizning qahramon qirolimiz ikki yonida go'zallar bilan mazza qilib o'tiribdi. Sehrli qirol qayerda yuribdi? Nega meni himoya qilmayapti deb vahima qilyapti. Yordamchisi Marks unga "Xavotir olmang, joyingizda tinchgina o'tiring. Julius aka bandlar" deb tinchlantiryapti. Qirolning jahli chiqib, "Meni qanday unutadi? Bu davlatda eng katta xo'jayin menman-ku" deb asabiylashyapti. Shu payt bizning ochofat Charmi burni bilan shirin hidni sezib to'g'ri oshxonaga kirib ketdi. Oshpaz bechora hamma qochib ketgan bo'lsa ham terlab pishib, ovqat pishirish bilan ovora edi. Oshpazimiz esa qochishni xayolga ham keltirmaydi, chunki qozonda shedevr ovqat pishayotgan ekan. Ritsarlar ovqatini yemay ketib qolganini eshitib, bechora oshpaz shok bo'lib qoldi. Yuragi yorilay dedi. Shu payt bizning ochofat Charmi yetib keldi-yu, oshpazning oyog'iga yopishdi. "Aka, o'sha ovqatni menga bering, o'lib qolaman" deb yalinishni boshladi. Oshpaz uning kiyimidagi qora buqa belgisini ko'rib, "Voy, bu maxsus mehmon shekilli" deb o'yladi. Charmining ko'zlaridan olov, og'zidan suv oqayotganini ko'rib, oshpaz ilhomlanib ketdi. U xuddi o'sha mashhur Soltbayga o'xshab tuzni sepib, "Ovqat bu hayotdan ham muhim" degan shiorni aytib yubordi. Jang maydonida esa Asta qiynalyapti. Anavi Alfred degan maxluq havoda uchib yurib, Astani chaqmoq bilan chis-pis qilib tashlayapti. Noelli darrov "Tezroq qoch, bu yer xavfli" deb baqirdi. Qizcha esa Astadan xavotirda ko'zlari jovdirab turibdi. Noelli unga va'da berdi. "Qo'rqma, Asta mening eng yaqin do'stim, uni o'zim qutqaraman" deb qizchani jo'natdi. Nargi tomonda esa Asta sakrab ham Alfredga yeta olmayapti. Alamidan "Hoy,
voy pastga tush. Erkak bo'lsang 300 raund yakkama-yakka chiqamiz deb baqiryapti. Lekin Reydes ahmoq emas-ku pastga tushib kalta yegani. Shu payt Noelli eslab qoldi. To'xta, zindonda Astaning qilichiga suv sehrimni qo'shgandik-ku. Agar yana shunday qilsa, uchib yurgan maxluqni urib tushirish mumkin. Leo ham buni eshitib, men ham yordam beraman, ketdik, Astani himoya qilamiz deb jangga qo'shildi. Lekin Reydes ayyorlik qilib, 3-qo'g'irchog'ini maydonga tashladi. Bu maxluq loydan qilingan. Leoning olovi unga ta'sir qilmaydi, aksincha o'chirib qo'yadi. Asta esa juda og'ir ahvolda, yaralari ko'p. Noelli va Leo loy maxluq bilan ovora bo'lib qolishdi. Astaga yordam berisha olmayapti. Reydes esa gerdayib, "Ko'rdingmi? Men joyimdan qimirlamasdan ham seni yutaman. Haqiqiy jangchi shunaqa aqlli bo'ladi" deb maqtanib ketdi. Bu gap Astaga qattiq tegdi. "Hozir ko'rsataman senga aqlli bo'lishni" deb tishini tishiga qo'ydi. Astaning o'qrayib qarashi Reydesga yoqmadi shekilli. U Alfredga buyruq berdi. "Bo'ldi, bu bolani chaqmoq bilan yaxshilab qizdirib, shashlik qilib yubor." Noelli yordamga shoshildi, lekin ana bu 3-qo'g'irchoq loy maxluq rosa asabga tegdi. Asta esa ikkita qilichini mahkam ushlab, Alfredning eng kuchli zarbasiga tayyor turardi. Birdaniga gum! Kapitan Fuegoleon o'zining olovi bilan Alfredni bir zumda kulga aylantirib yubordi. Reydesning og'zi ochilib qoldi. Asta esa biroz xafa. O'zim hal qilmoqchi edim-ku. Fuegoleon unga qarab, "Uzr, aralashib qoldim, lekin seni o'lib ketishingga qarab tura olmasdim" dedi. Keyin esa martlarcha tan oldi. "Yami sendagi iqtidorni ko'ra olgan ekan. Men esa adashibman. Seni o'z jamoamga olmaganimdan afsusdaman." Bu gaplar Astaga qanday yoqib tushdi. Haqiqiy respekt. Fuegoleon Astadan "Sehrli qirol bo'lish niyating bormi?" deb so'radi. Reydes buni eshitib, bu bolayu tushida ko'radi" deb masxara qildi. Lekin kapitan kulmadi, aksincha jiddiy ohangda, "Asta sen mening raqibimsan" dedi. Voy bu qanday e'tirof. Reydes ham xursand. Nihoyat tishimga bosadigan raqib chiqdi deb o'yladi. Fuegoleon yonib turibdi tom ma'noda. Asta buni eshitib g'ururdan yig'lab yuboray dedi va "Men ham jang qilaman" deb o'zini o'tga urmoqchi bo'ldi. Lekin kapitan uning boshiga tirs etib tushirdi. "O'zingni bos, tentak. Haqiqiy jangchi qachon to'xtashini bilish kerak. Bu ahvolda qayerga borasan?" deb joyga o'tkazib qo'ydi. "Agar sehrli qirol bo'lmoqchi bo'lsang, kallani ishlatishni va sovuqqon bo'lishni o'rgan." Keyin jiddiylashib dushmanga yuzlandi. "Maqsading nima o'zi? Bu shunchaki hujumga o'xshamaydi, lekin oddiy hujum ham emas. Juda rejalashtirilgan." Reydes xafa bo'ldi. "Nahotki meni tanimading? Eslataman, 6 yil oldin imtihonda eng zo'r natijani ko'rsatgandim." Fuegoleon unga sinchiklab qarab, nihoyat esladi. "Sen Reydesmisan? O'sha oddiy xalqdan chiqqan, lekin dahshatli kuchga ega bo'lgan bola." Reydes binafsha kasatkalar safiga kirgan edi, lekin keyin haydalgan. Fuegoleon hayron. "Seni nega haydashgan? Axir juda iqtidorli eding-ku. Bu yerda bir gap bor." Reydes o'z dardini doston qilyapti. Uning arvoh sehri juda xavfli va taqiqlangan deb topilgan ekan. Shu sababli uni nafaqat ritsarlar safidan, balki butun qirollikdan sharmanda qilib haydashgan. Tasavvur qilyapsizmi? Oddiy xalqdan chiqqani uchun hech kim uning yonini olmadi. Reydes alamdan yorilay deyapti. "Men zodagonlardan 1000 marta kuchliroqman-ku. Nega meni axlatdek uloqtirishdi? Sehr eng muhim narsa bo'lgan joyda uni qadrlashmadi. Shuning uchun u qasos o'tida yonib, butun Yoncha qirolligini yo'q qilishga qasam ichdi." Fuegoleon esa buni eshitib, "Bu shunchaki yosh bolaning arazimi? Juda ahmoqona va kulguli sabab" deb uning ustidan kuldi. Reydesga esa bu gaplar moydek yoqdi va o'zining eng kuchli birinchi raqamli maxluqini maydonga tashladi. Fuegoleon ukasi Leodan "Yordam kerakmi uka?" deb so'radi. Leo qiynalyapti, lekin "Yo'q, o'zim eplayman" deb erkakcha javob qaytardi. Bu aka-ukaning o'ziga bo'lgan ishonchi Astani qoyil qoldirdi. "Voy, bular haqiqiy yirtqich-ku" deb o'yladi. Reydes ularni masxara qilmoqchi edi, lekin Fuegoleonning olovdan yasalgan ulkan sherni ko'rib, tili aylanmay qoldi. Kapitan sher narasi hujumini qildi, lekin Reydesning birinchi raqamli zombisi buni qalqon bilan to'sib qoldi. Bu zombi tirikligida himoya sehri bo'yicha usta bo'lgan ekanda. Reydes la'natlar bilan kuchaytirib, "Mening himoyamni hech kim buza olmaydi. Bu imkonsiz" deb maqtanib ketdi. Fuegoleon esa parvo ham qilmay jang o'rtasida Astaga dars o'tyapti. Jangda xotirjam bo'lishni o'rgan. Reydes hujumga o'tdi. Fuegoleon majburan olov devor bilan himoyalandi. Reydes xursand. "Tamom bo'lding, faqat himoyalanib o'tirasan endi. Mening hujumlarim tugamaydi." Lekin birdaniga vujuh etib nur kelib, o'sha buzilmas qalqonni teshib o'tdi va zombini bir zumda kulni ko'kka sovurdi. Bu Fuegoleonning maxsus quyosh nuri zarbasi edi. Qanday qilib deysizmi? Reydes hujum qilayotganda Fuegoleon qalqonning ba'zi joylarida sehr kamayganini sezib, aynan o'sha nuqtaga snayperdek zarba bergan. Dahshati, keyin u hammaga qarata baqirdi. "Vahima qilmanglar, dushmanni xotirjam baholang. Qo'rqmang, shunda har qanday sinovni yengasizlar." Bir soniyada ham dushmanning nozik joyini topdi, ham jamoaga ruh bag'ishladi. Asta buni ko'rib og'zi ochilib qoldi. Mana haqiqiy kapitan qanaqa bo'ladi? Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Reydes ko'zlariga ishonmayapti. Nahotki uning eng kuchli ko'ziri shunchalik oson yengildi? Fuegoleon unga haqiqiy ustozdek dars berdi. Iqtidor bor-u, lekin tarbiya yo'q bo'lsa, bir tiyinsan. Saroyda esa Marks qiroliga ham
hamma joy tinch deb hisobot beryapti. Bizning dangasa qirolimiz esa divanda yotib olib, sehrli qirol qani, nega meni ko'rgani kelmayapti deb nola qilyapti. Markus bechora, u kishi muhim ishlar bilan bandlar desa, qirol mendan muhim nima ishi bor dunyoda deb o'zini osmon deb o'ylayapti. Shu payt hamma zombilar birdan to'xtab qoldi. Odamlar urra yutdik deb xursand, lekin Nozelning nigohi g'ash. Bu yerda bir gap bor deb sezib turibdi. Bechora xalq tepada bir jodugar xotin ularni kuzatib turganini bilmaydi-da. Uning ko'zlari yoshlarning kuchiga ochko'zlik bilan qarab turibdi. Xuddi och bo'riga o'xshaydi. Reydes esa tamom bo'ldi. Yillar davomida qilgan mehnatim bir tiyin bo'ldimi deb sochlarini yulmoqchi. Nargi tomonda Leo va Noelli komanda bo'lib ishlayapti. Noellining suvi tufayli Leo loydan qo'rqmay dushmanning burnining tagiga bordi va gum etib olov bilan kulni ko'kka sovurdi. Fuegolion ukasiga qarab, "Malades, haqiqiy vermilionlar oilasisan" deb maqtab qo'ydi. Noelli ham baxtiyor ularga qo'shilib salom berib yubordi. Qarangga qanday shirin. Reydes endi qochib qutula olmaydi. Fuegolionning olovli sehri uni sichqondek tutib oldi. Reydes tipirchilayapti. "Kitobimga tegmanglar" deb baqiryapti. Fuegolion uning sehrli kitobini ochib ko'rib hayratda qoldi. Nega deysizmi? Kitobda faqat bitta sahifa bor edi. Bu degani u faqat bittagina sehrni biladi xolos. Reydes uyalib, "Menga past nazarda qaramanglar" deb yig'lab yubormoqchi. Asta esa unga achinib qaradi. "Kuching bor ekan, nega noto'g'ri yo'lni tanlading? Mehnat qilsang bo'lardi-ku" deb hafsalasi pir bo'ldi. Asta uning kuchini tan oldi, lekin yo'lni emas. O'zi esa oyoqda tura olmay qoldi. Noelli darrov yelkasini tutib, "Suyana qol tentak" deb yordam berdi. Fuegolion yakuniy hukmni o'qidi. "Sen qiyinchilikni yengishing mumkin edi, lekin senga eng muhim narsa adolatli yurak yetishmadi og'ayni." Shu payt Reydesning quloqidagi naushnikdan sirli ovoz eshitildi. Asta buni eshitdi-yu, lekin ovoz qayerdan kelayotganini tushunmay hayron bo'ldi. Narigi tomondagi boshliq Reydesga "O'z boshimchalik qilma, rejadan chiqma tentak" deb dakki berdi. Bu orada shahar aholisi ritsarlarni qahramon deb o'ylab, xursandchilikdan bayram qilishyapti. Faqat Nozel aka hushyor. "Bu yerda bir gap bor, tinchlik emas" deb shubhalanib turibdi. Yuno ham o'ylanib turgandi. Birdan kitob yoniq signal berdi va kutilmaganda gum ritsarlarning tagida qop-qora teshik paydo bo'lib, hammasini plisosdek tortib ketdi. Ko'z ochib yumguncha ularni poytaxtdan yuzlab kilometr uzoqqa uloqtirib tashladi. Tasavvur qilyapsizmi? Kapitan Charlotta hayron. Bizni qanday qilib bunchalik uzoqqa otishdi? Bu qanaqa kuch? deb yoqasini ushlab qoldi. Alektor esa alamidan yonib ketyapti. "Meni laqillatishdi-ya" deb o'zini qo'ygani joy topolmayapti. Fuegolion, Noelli va Leo esa hayron, chunki boshqa ritsarlarning signali yo'qolib qoldi. Fuegolion Reydesni so'roqqa tutdi. "Kimsizlar o'zi? Orqangda kim turibdi?" Lekin Reydes partizan og'zini ochmayapti. Bu paytda anavi jodugar xola ritsarlarning tuzoqqa tushgandan xafa bo'ldi. "Juda oson bo'ldi-ku, zerikarli" dedi. Keyin esa o'zining kosmetik ishlarini boshladi. Begunoh odamlarning yoshligini so'rab olib, yuzini silliqlashga tushdi. Qochayotgan qizlarni ko'rib jahli chiqdi. "Qayoqqa qochyapsizlar? Yoshligingizni menga beringlar" deb hammasini quritib tashlamoqchi. Jodugar bir kelishgan yigitni ko'rib qolib, "Men chiroylimanmi?" deb noz qildi. Yigit bechora qo'rqib ketib, "Sen maxluqsan" degandi. Xola uni so'k qilib ichib yubordi. Shu payt shamol turib, xolani uchirib yuboray dedi. Bu bizning Yuno. U qandaydir qilib teleportatsiyadan qochib qolibdi. Qo'yil, jodugar Yunoni ko'rib, "Uy, buncha shirin bolasan, kel birga o'ynaymiz" deb shilqimlik qila boshladi. Lekin Yuno unga qarab, "Yo'qolay kampir" deb yubordi. Bu gap xolaga atom bombasdek tegdi. "Nima? Kampir dedingmi? Hozir ko'rsataman senga" deb la'natlangan o'qlarni yog'dira boshladi. Yuno chaqqonlik bilan qochib, "Maqsading nima o'zi?" deb so'radi. Jodugar esa sirli kulib, "Bizga bitta odam kerak, o'shani yo'q qilamiz" deb javob berdi. Yuno darrov saroydagi vaziyatni o'yladi. Fuegolion esa Reydesni burchakka taqib, "Bu teleportni kim qilayotganini ayt. Sen yolg'iz o'zing poytaxtni bosib ola olmaysan. Kuching yetmaydi" deb so'roq qilyapti. Kapitan tushundiki, bularning nishoni aslida qirol emas ekan. Reydes esa xuddi jinni bo'lib qolgandek kulib, "To'g'ri topding. Bizga anavi qo'g'irchoq qirol kerak emas. Bizga aynan sen keraksan, Fuegolion" dedi. Voy bo, qaranglar. Fuegolionning tagida qora teshik ochildi, lekin uni tashqariga emas, qandaydir oppoq bo'shliqqa yutib yubordi. Yuno esa bechora o'qlardan matritsadagi Neodek qochaman deb harakat qilyapti, lekin baribir nishonga aylanib qoldi. Jodugar kampir tinmay hujum qilyapti. Uning sehri shunchalik ko'pki, dahshat. Yuno ketma-ket zarba qabul qilib, ko'zlari xiralashib, qulog'i bitib qoldi. Bu la'nat odamni sekin-asta harakatsiz ovishga aylantirib qo'yar ekan. Yuno o'zini yomon his qilyapti. "Menda afsonaviy 4 yaproqli kitob bor-ku. Nega bunaqa ahvoldaman?" Oltin tongdagi Kurtoy zodagonlar uni qishloqi deb masxara qilganiga parvo qilmasdi. Faqat mehnat bilan yutaman deb o'ylardi. Lekin Marsni yengani ham shunchaki omad ekanini, o'sha kuchini boshqara olmasligini tushunib yetdi. Hatto boyagi teleportatsiyadan qochganini ham o'zining kuchi emas, kitobi signal bergani uchun ekan.